darrov bizning hisob kitobimiz qo'limizda, kalkulyatorlarimiz tayyor. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam 14 asr oldin nima deyaptilar? Agar bir banda nihol o'tkazsa, nihol uzoq meva beradigan jarayon, yo o'sadi, yo Alloh aytgandek quruq cho'pga aylanadi. O'ssa ham uni parvarish qilish kerak. U qachon hosilga kiradi, qachon daromadga kiradi, qachon u mevasini u inson ko'radi? Uzoq muddatli jarayon. Payg'ambarimiz nima deyaptilar? Kim bir nihol o'tkazsa, nihol o'ssa, Allohning izni bilan katta bo'lsa, hosilga kirsa, uni bargidan qushlar yeydimi? Uni mevasidan odamlar yeydimi? Uni mevasidan hayvonlar yeydimi? Uni soyasida odamlar o'tiradimi? U daraxtni o'tkazgan odamga savobi yetib boraveradi. U inson tirikmi?